Farzand tarbiyasidagi negizlik 100 nuqta. 0 yoshdan 6 yoshgacha. 5. Bala onasidan sutni emas, xotirjamlikni emidi. Ana suti faqat mo'jizaviy uzunlik manbasilam emas. Buningdan boshqa texmi cho'ng mo'jiza bo'lsa, uning ona va buvaqning o'tirisidagi bog'lanishning asosiy sabablarining biri ekanligidir. Balaning onasining ko'ksiga yo'linib badaniy aloqa qurishi, ona bilan bola o'tirisidagi bog'lanishga cho'ng bir tuhfa qo'shqanlik bo'ladi. Anasini emgan bola faqat jismoniy jihatdan emas, balki hissiy jihatdan yetiladi. Balaning yetilishining asosli sababi uning o'zini xotirjamlik ichida his qilishidir. Yer yuzida ona ko'krikida xotirjamlik beg'ishlug'ichi bir joy yo'qdir. Bir ana bolasini emgizolmasimi, uni ko'krikining oldida yotqizish kerak va bolasi bilan bo'lgan badaniy aloqani 2 yil davom qilishi lozim. 6. Balani ona sutidan biroqla ayirishga bo'lmaydi. Ballarda dastlabki 24 oy davomlashadigan emish refleksi bordir. Balaning qalpoqlari yartilishda qimildab turadi. 24 oydan keyin bu refleks oxirlashadi. 24 oydan 30 oygacha bo'lgan araliq balaning emish jarayonini tamomlaydigan vaqtdir. Emish refleksi oxirlashgan balaning onaning ko'ksidan ayrilishi kunib qolgan odatni tashlashga o'xshash bir ishdir. Odatlangan ishlardan biroqla tark qilinsa, balada qo'rqinch va ruhiy jarohatga sababchi bo'ladi. Bu sababdan balaning ona sutidan ayrilishi qadam-qadam elib berilishi kerak. To'laydigan balaning emish oraliqini uzatish orqali uning ayrilish jarayonini tamomlagan bo'ladi. Balani hirgundirib yoki onasidan yiroqlashtirib, ona sutidan ayirish xato bir usuldir. Balaning 24 oyga kelganda onani emishga texmi kirishib ketishi onlarni andishiga soladi. Bala endi emishni tashlay olmaydigandek o'ylaydi. Ammo bu balaning emish refleksiga qarshi hissiy ehtiyojini qondirishga urinishidir. Onalar bu jarayonda uxsunib balalarga g'amga patqizmaslik lozim. Chunki bular balaning ömür bo'yi qayta bir tutolmaydigan ona ko'krigi bilan vidolashishidir.